Respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan e'tibor bugun o'zining ijobiy samarasini berayotir. Bu yo'nalishda olis suhbatimizda ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xabaringiz bor, joriy yilning 24-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Bahtiёрович Ҳусанов tuman yoshlari bilan onlayn muloqot qilib, tuman yoshlarini qiynayotgan muammolarni o'rganib, mavjud muammolarni yechimi bo'yicha o'zining tavsiyalarini bergan edi. O'sha uchrashuvda 18 nafar tumanimizdagi yoshlar mehnat vaziriga turli xil ish o'rinlari va boshqa subsidiya asoslaridagi subsidiya berilish tartiblari bo'yicha tadbirkorlik qilish yo'nalishlarida murojaat qilgandilar. Jumladan, onlayn muloqot davomida Sўxlik 18 nafar yosh yigit-qizlar doimiy ish joyi bilan ta'minlash, daromad manbai yaratib berish, o'zini o'zi band qilish masalalarida murojaat etishgan. Bugunga kelib, barcha murojaatlar hal etildi. Tuman yoshlariga tadbirkorlikni rivojlantirish, o'zini band qilish maqsadida turli xil Asbоб-Ускуна va Dastgоҳлар yetkazib berildi. Men Qayumjonov Shahzod Lemur qishlog'idanman. 24-iyul kuni mehnat vaziri bilan uchrashuv qilgandik. Uchrashuv chog'ida o'zimning ehtiyojim uchun multikvator so'ragan edim va shu multikvator keldi. Hamma narsalari yaxshi. Nimaga ishlatish endi buni? Buni xalqqa xizmat qilish uchun. O'zingiz daromadingizni ham oshirmoqchisiz? O'zini band qilish orqali daromad topmoqchiman. Shohzodjon kabi yana 17 nafar Sўxlik yoshlar berilayotgan e'tibor tufayli bugun o'zlarining daromad manbalariga ega bo'lishdi. Yoshlarimiz mana o'zini band qilib, mana shu berilgan asbob anjomlar bilan birinchi navbatda o'zlariga daromad olib, keyingi nimada mana aholimizga xizmat ko'rsatishda yordam bo'ladi. Bu albatta bizni hozirgi kunda mana shu yoshlarimizni bandligi bo'yicha qilinayotgan bitta yo'nalishlarimizdan biri. Taqdimot marosimida ishtirok etgan respublika vakillari va tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayev Suq tumani yoshlariga davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan e'tibor zamirida ularning manfaatlari mujassamligini ta'kidlab, bunday rag'bat va e'tibor har doim o'zining mantiqiy davomini topishi va yoshlarimiz manfaatiga xizmat qilishini qayd etishdi. O'sha kuni Suq tumani yoshlariga 4 ta motokultivator, 4 ta tikuv mashinasi, 2 ta 1 soatlikli va 1 ta yarim soatlikli issiqxona, ayollar saloni jihozlari, 1 ta kompyuter jamlanmasi va inkubator, avtomobil yuvish jihozlari va sug'orish vositalari taqdim etildi.